Assalomu alaykum aziz ustozlar. Navbatdagi berilgan masala yo'llarga oid. Buni oldin ham ko'rganmiz. Lekin yana qaytib tushibdi. Shu masala qisqaroq qilib tushuntirib bering, yana ham osonroq yo'llar bo'lsa degan savol bilan murojaat qilishibdi. Shuning uchun bunga to'xtalyapman. Qaranglar, bu masalada A shahardan K shahargacha bo'lgan S shaharni kesib o'tib deyapti. Demak, S shaharimiz mana bu yerda. Kesib o'tib nechta turli yo'llar orqali borish mumkin deyapti. Bitta narsaga e'tibor berasizlar, oxirdagi mana bu holatga, ya'ni oxirdagi mana bu yerdagi holat 3 ta yo'l orqali ketyapti. Ya'ni natija keladi, to'planib kelgandan keyin, mana bu yerga kelgandan keyin h ga to'planadi. H dan keyin u 3 ta yo'l orqali keladi. 3 ta yo'l orqali kelgandan keyin o'z navbatida sizda javobni topish uchun yana ham bitta qisqartma bor, ya'ni 3 ga karrali bo'lishi kerak. Bizda mana bu ikkitasi 3 ga karrali emas. Demak, bunga qaramasak bo'ladi. Bizda yo 12 chiqadi javob yoki 15 chiqadi. Ya'ni xato qilish imkoniyatingiz 50-50 holatda bo'ladi. Ana endi hisoblab ko'radigan bo'lsak, demak S shaharni kesib o'tib deyapti. Demak, har bitta qiymat S dan keyin tarqalishi kerak. Demak, S ga kelgan yo'l bitta mana, S dan chiqayotgan yo'l ham bitta, bu yerga ham bitta, bu yerga ham bitta yozamiz. Ana endi D imizdan ham bitta yo'l ketadi. Tepani qaramaymiz, chunki S shahardan o'tib deyapti. Shuning uchun bizga B va Y lar kerak emas. Bularga e'tibor qaratmaymiz. Xo'p, G ga bitta kelyapti mana bittan, tepadan ikkita boryapti F ga, demak F imiz 2 bo'lyapti. Xo'p, F pastga 2 tushyapti. Demak, G imiz 3 bo'lib bu yoqqa qarab ketyapti. Xo'p, 2 ga 3 qo'shadigan 5 bo'lsa, demak 5 3 ta holatda 15 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob mana bu ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.